Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununa göz ataylı. Türk Akademiyası 34 tərəfdən tərkib tapqan Türk dili ilifbəsinin təsdiqlanğanlığını e'lon qildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtimin Əla əpəndi və İçki İşlər Ministeri Şükür Samsaq əpəndi Türk dövlətlərini ağalandırdı. Xitay O'rta Osiyo davlatlari jamoat xavfsizligi va ichki ishlar ministrlari yig'ini chaqirildi. Argentina Federatsiya palatasi Xitoyning vahshiyligi ustidan sunilgan arzni rad qildi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türk Akademiyası 34 hərfdən tərkib tapqan Türk dili ilifbəsinin təsdiqlanğanlığını e'lon qildi. Gündəlik səhər xəbər torining 11 sentabr kunidagi xəbəriga qaraganda, mazkur qaror 9 sentabrdan 11 sentabr kunigacha Ozarbayjonning Bakuda o'tkazilgan Türk ilifba birlashma komissiyonining 3-chi qatimliq yig'inida chiqarilgan. Yig'in Türk dili jamiyatining hamkorlashishi orqasida o'rinlashtirilgan bo'lib, Türk davlatlari tashkilotining a'zolari qatnashgan. Bu yig'in olimlar 1991 yili o'ttirg'a qo'ygan latinchani asos qilgan ilifba taklifini asos qilib, Türk tillarini birlikka keltirish tirishchanligining muhim qadami hisoblanadi ekan. Komissiya 2 yillik maxsus xizmat va tajribaga tayanib, aslidagi taklifni atrofliq tekshirib mukammallashtirish natijasida Türk tillarining har xil fonemalarni to'g'ri ifodalash uchun loyihalangan yangi o'rtaq Türk ilifbasi maydonga chiqarib, Türk tilida so'zlashadigan jamiyatlarning o'zaro tushunish hosil qilish va aloqasini texnik qulaylashtirdi. Baş organi Qozog'istonning Ostonaga joylashgan Türk Akademiyasi bu muvaffaqiyatning tarixiy mohiyatini ta'kidlab, uning turk xalqlari orasidagi hamkorlikni kuchaytirib, til meroslarini qo'g'dash yoshirin kuchiga diqqat qildi. Akademiya yana barliq munosabatli organlarni aktivlik bilan qo'llab, bu yangi tasdiqlangan ilifbaning muvaffaqiyatli qo'llanilishi va birlashishiga kafolatlik qilishga chaqirdi deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtimin Əla əpəndi 12 sentabr günü ictimai axbarat süpisi X-də yangi ortaq Türk dili ilifbəsinin maydonga chiqarilganligini təbriklash bilan birga Türk dövlətlərini ağalandırıb, mübarək bolsun. Ortaq Türk dil ilifbəsini qabul qilish texmi yaxshi aloqani ilgari surish, ortaq kimlikni qo'lga keltirish va barliq Türk dövlətlərining ortaq taqdirini yetildirishdə intayin muhim. Qandaqla bo'lmasin, Uyg'urlarning tarixi bo'lmasa, hech qandaq bir Türk tarixi to'liq tamomlanmaganidek, Türk dunyosi Uyg'ursiz to'liqlanmaydi. Uning ustiga Uyg'urlarning kelgusi bo'lmasa, hech qandaq Türk kelgusi mumkin emas. Hammasila 3000 yildan ortiq davomlashib kelayotgan Xitoyning tahdidiga uchrab kelmoqda. Tarixda barliq Türk davlatlari birlikda yoki yolg'iz nurg'un qorong'u davrlarni boshdan kechirdi. Nurg'un kishilar tarixning rəhimsizligiga yengildi. Nurg'unlari kuchlik va qaysar bo'lib chiqdi. Hozir ularning hammasi tarixning do'qmushiga kelib qoldi. Navbatdagi o'rtaq tahdid eng xatarlikligi eng nachar tahdid bo'lganligi uchun emas, balki Türk davlatlarining hammasi degidek uni bexatar va o'rtaq baxtning kafolati deb qaraganligidan. Uyg'urlarni Türk ittifoqidan chiqarib etish Xitoyning barliq Türk davlatlarini o'zlarining tarixiy, realligi va kelgusiga xiyonat qilishga majburlaganligining ochiq misoli. O'xshash kuch kelgusida o'zingizga texmo xiyonat qilishga majburlaydi. Bugun biz chetga qiqildik va tashlandik. Agar bu holat yana davomlashaversa, at'a sizmi o'xshash tahdid bilan halok bo'lasiz va tarix sahnasidan o'chirilasiz dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin İçki İşlər Ministeri Abdüşkür Samsaq əpəndimi 12 sentabr günü bununla inkas qaytırıb, Türk dövlətlərinə güclü xitab qılıb, tarixda qirindaşlarını sınaydigan vaqalar pat-pat yüz berib turdi. Bugünkü gündə Türk dünyası tarixdagi eng chong sınaqqa duch keldi. U bo'lsa Şərq Türkistandagi sistemlik irqiy qirg'inchilik va Uyg'ur turklarining mustaqillik ko'rishiga qarta tutgan pozitsiyasi. Biz Uyg'urlar o'zimizni Türk kimligining jonliq merosi deb qaraymiz. Tilimiz, kültürümüz ve tariximiz Türklikning mohiyatini aks ettirdi. Qandaqla bo'lmasin, bugungi kunda bizning bu kimligimiz besim ostida bo'libla qolmay, butunlay yo'qolishga duch kelmoqda. Xitoy yo'lga qo'ygan sistemlik irqiy qirg'inchilik siyosati bizning mavjudligimizni yildizidan yo'qotishga tirishyapti. Biz Türk dunyosiga shunday xitob qilamizki, Xitoyning Şərq Türkistandan erishgan boyligining ajdodlarimizning zaminidan, bizning egiligimizdagi boyliqlardan kelganligini unutib qolmang. Xitoydan olgan har turli qarzingiz amaliyotda Uyg'ur turklariga tava Şərq Türkistandan bulangan boyliqlardir. Bu faqat iqtisodiy masala bo'libla qolmasdan, balki axloqiy va tarixiy mas'uliyatdir.
90-cı illərdə müstəqillikə erişkən başqa türk cumhuriyetlərinin xalqlarına oxşaş, biz Uyğur türklərinin müstəqil öz zəminimizdə hür yaşaş hüququmuz var. Biz əzəldən Xitayning bir qismi emas və məngü bir qismi bolmaymiz. Tarix, coğrafiya və kültür şunu isbatlaydı ki, Şərq Türkistan türklərinin müstəqil dövləti. Bu halqılıq məzgildə Türkiyə dövləti başlıq türk dövlətlərinin sükut qilishi kishini ümidsizlantiradigan ahvol bo'lib qolmasdan, balki cho'ng xiyonat. Bu sükut bizning o'rtaq tariximizga, madaniyatimizga va eng muhimi insoniyatga qarshi qilingan jinoyatga sherik bo'lganlikdir. Uyg'ur lagerlari 21-asrga tushgan qora dog'. Millionlagan Uyg'ur turklari bu lagerlarda majburiy tutib turilmoqda, kimligi yo'qotilmoqda. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar oilalaridan ayirib etilib so'langan lagerlar zamonaviy davrdagi irqiy qirg'inchilik markazlaridir. Qandaqla bo'lmasin, Türk dünyasının rəhbəri deb qaraldigan Türkiyə və başqa Türk dövlətləri iqtisadi mənfəətini gözdə tutub, insaniyyətə qarşılığan bu cinayətə göz yummaqda. Şərq Türkistanda hər günü yo'qolayotgan bir Uyğur kimligi əməliyyatda bütkül Türk dünyasının ortaq mirasının bir parçasının yo'qolishini ko'rsatadi. Məscidlərimiz çekilayotganda, tilimiz çekilib, kültürümüz yo'qotilayotganda, Türk dünyasının bu sükuti irqiy qirg'inchilikni chandurmay qo'llaganligidir. Biz Türk dünyasıga şundaq nala qılamızki, qarindishingizning yo'qolib ketishini tomosha qilmang. Uyg'ur turklari duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilish sizning kimligingizni va tarixingizni inkor qilganingizdir. Chunki biz ishonamizki, haqiqiy turkchilik zulmga qarshi turish va ezilguchilarning yanida turish deganlikdir. Biz butkul Türk dünyasının mustaqilligimizni qo'llashini umid qilamiz. Başqa Türk cumhuriyetlarining mustaqillikka erishishi xushallik bilan qarshi elingan bo'lsa, Şərq Türkistanның müstəqillikə qayta erişişi bütkül Türk dünyasının ortaq nişanı bo'lishi kerak. Tarix bugungi bu sınaqni cho'qim xotirlaydi. Biz keyingi avlodlarga qoldirgan merosimiz birlik va ittifoqlik bo'lsinmi yoki sukut va jinoyatga sheriklik bo'lsinmi? Bu savolning javobi Türk dunyosining bugun chiqardigan qaroriga bog'liq. Esingizda tuting, Şərq Türkistonda vayron bo'lgan bir oila bütkül Türk dünyasının kelgüsünün bir qismini qarangılıqqa patırıp qoydu. Bu qarangılıqqa qarşı duruş məsuliyyəti barlıq Türk xalqiga mənsub. Sükut qilish ölümdür. Sözləş, hərəkət götüş və qarşılıq göstəriş hayatlıqdır. Türk dünyası tarixning oldida cho'ng bir tanlashga duch keldi. Ya sükut tuturuş və irqiy qirg'inchilikning hamroyi bo'lish, yoki ezilgan qarindoshlarining yanida turib, insoniyatning izzat hurmatini qo'g'dash. Bu tanlash yalğız Uyg'urlarning emas, balki barliq Türk xalqlarining, hatto insonlikning kelajagini belgilaydi. Şərq Türkistanning mustaqilligi bütkül Türk dunyosining sharafi va kelgusi. Biz kurashda yalğız emas, yalğız qolmasligimiz kerak dedi. Xitoy O'rta Osiyo davlatlari jamoat xavfsizligi va ichki ishlar ministrlari yig'ini chaqirilgan. Ostona vaqti xabar torining 11-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy O'rta Osiyo davlatlari jamoat xavfsizligi va ichki ishlar ministrlari 10-sentabr Leyugangda tunji qatimliq yig'in chaqirib, ommaviy bexatarlik hamkorlikni cho'nqurlashtirib, davlat alqigan jinoyat, oshqulluq, zaharlik chekimlik atkazchiligi, tor jinoyati va inson atkazchiligi qatorliq zamonaviy xiris va tahdidga taqobil turish tajribalarini almashtirgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston qatorliq davlatlarning ichki ishlar ministrlari va Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining katibashlari yig'inga qatnashgan. Yig'in mezgilida Qozog'istonning ichki ishlar ministri Yerjan Sadinov Xitoy jamoat xavfsizlik ministri Wang Xiaoqun bilan ikki taraflik suhbat o'tkazgan. 100dan ortiq davlatdan kelgan qonun ijro qilish organlarining vakillari qatnashgan Dunyo jamoat xavfsizlik hamkorlik munbirining yig'inida Sadinov jinoyatga qarshi turish tadbirlari haqida so'z qilgan va tarmoqlar o'zaro ta'sir qilish, shundaqla jamoat xavfsizligidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishga tayyor ekanligini bildirishgan. Şərq Türkistan sürgündü hükümetinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi buningga ijtimoiy axborot supsi X'da inkos qaytirib, Xitoyning O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan atalmish terrorlikqa qarshi turish hamkorligi asosligi Şərq Türkistanning qonunlik tashabbusini bostirishni maqsad qiladi. O'xshashla uning davlat alqigan jinoyatga bo'lgan diqqati O'rta Osiyodagi Şərq Türkistonliklarga bo'libmi Uyg'urlarga qarshi davlat alqigan bostirishni texnik kengaytirishni maqsad qilganda qiladi dedi. Argentina Federatsiya palatasi Xitoyning Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan vahshiylik ustidan sunilgan arzni rad qilgan. Andres Bello vaqfi xabar torining 9-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, arzni angliyalik advokat Michael Polak Uyg'urlarga vakolatan sungan. Bu delo tunji qatim 2022-yili sunilgan bo'lib,
Sotçi Sebastian Casanello boshqa sotlarda allaqachon hal qilingan deb baholagan. Norozilik arziga qaramay sot bu qarorni tasdiqlamagan. Argentina advokatlari vakilligidagi da'vogarlar Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati yurgizdi degan. Bu munosabat bilan Argentina Amerika bilan birlikda Xitoyga qarata qonuniy harakat qo'llaniladigan davlatlar tizimligiga qo'shilgan. Xitoy Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni oqlab, Xitoy Markaziy komiteti terrorlik bilan munosabatlik deb qaragan Sharqi Turkiston mustaqillik harakatiga qarshi kurash qilganligini ilgari surgan. Yana Amerikani uningga qarshi iddiy faoliyat ilib bordi deb ayblagan. Atalmish Şinjandagi Uyg'urlarni bostirish masalasidagi talash tortish yanada Tibet, Tayvan va Hong Kong bilan birlikda Xitoyning xalqaro munosabatlaridagi eng sezgir masalalarining biri deyilgan. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi Argentina sotining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik delosini rad qilishi xalqaro jamiyatning ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonda elib berayotgan Xitoyning vahshiy qilmishi tufaylidan Xitoyni javobgarlikqa tortolmaslikka yana bir mag'lubiyati. Xalqaro jinoyatlar sudini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi sudlar irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini tekshirishga sal qarab, Xitoyning etnik tozalash va irqiy qirg'inchilik harakatini jazosiz davomlashtirishga yo'l qo'ydi. Bu Sharqi Turkiston xalqi uchun adolatning eksikligi bo'lib, shundoq bir keskin reallikni gavdalantirdi. Yer shari sistemasi bizni mag'lub qilyotdi. Bizning mavjudligimiz, erkinligimiz va kishilik huquqimizga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Xalqimiz xalqaroning adolatga kafolatlik qilishiga ishonmaydi. Mustaqil Sharqi Turkistonni qayta qurish bizning huquqimiz bo'lib qolmay, Xitoyning mustamlikasi va irqiy qirg'inchilik siyosati oldida bizning bexatarligimiz, izzat-hurmatimiz, shundaqla mavjudligimizga kafolatlik qilishimizning birdan-bir kafolati. Dunyo bu jiddiy haqiqatni qabul qilish kerak dedi. Bu vatan jondan so'yganlarningdir. Ishqida gulxan bo'lib ko'yganlarningdir. Vatan deb jihodga yurganlarningdir. Vatan deb qon ter to'kkanlarningdir. Jallatga qarshi musht tukkanlarningdir. Jonning rishtini bog'lab vatanga, labbay deb har zamon uning amriga, darmon bo'lib xalqning tortgan dardiga, har nafas kurashni pukib qalbiga, hayotni bu yo'lda berganlarningdir. Vatanning nomusini oqlamoq uchun, Xitoyning taxtini og'dirmoq uchun, xalqni zulmdan qutqizmoq uchun, o'rlikning mash'ilini yondirmoq uchun mardlarcha jon bergan shahidlarningdir. Mərhum şairimiz Abdülaziz Məxsumның Bu vətən kimning nomli şe'ridan elindi. Hörmətli qarindoshlar, bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qadimgi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.